Tak, qishloqdagi hamma ishlarni deyarli tugatib bo'ldim, ammo mana bu hujjat ishlari meni jonimga tegib ketdi. Nima qilsam bo'ladi? Mana bu hujjatlarni ham joylashtirib chiqishim kerak. Tak, bu yerga imzo qo'yish kerak. Xo'sh, endichi va mana bu kompyuterdagi hujjatlarni ham yuborishim kerak. Tak, sen kimsan? Voy, короче, men qishlog'ingni bosib olmoqchiman. Senga shart bor. Qanaqa shart? Xullas, hamma qishloqlardan sabzi va kartoshka, barcha fermadagi xullas hosillarni yig'ishtirib ol. Tushundingmi? Nima? Men tushunmadim. Garangmi bu? Endi biz nima qilamiz? Nima qilamiz? Rostdan ham zo'rmidi ekan? Давайте menga telerimdan tashlab ber, men ham o'ynab ko'ray. Mana hozir tashlayman, lekin qarada ehtiyot bo'lib o'yna. Agar noutbukga ko'tara olmasa portlab ketishi mumkin. Necha megabaytlik modu? 139 megabayt. Oho, juda ham kuchli modga o'xshayapti. Mayli, shaderni o'chirib o'ynab ko'raman, lekin agar kompyuterimga nimadir bo'lsa, seni ham sog' qo'ymayman. Yo'q, men aybim emas. Unda o'ynama. Lekin menga yoqib qolgandi. Mayli, tashlavor, nima bo'lsa bo'lsin, o'ynab ko'raman. Bo'pti, hozir tashlayman. Mayli, давайте men ketdim, borib hozir o'ynayman. Tak, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johaning Johauz kanalidami yoki qaysidir kanaldasizlar? Xullas, qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar tez kanalga obuna bo'linglar, chunki men tez orada 1000 ta obunachiga erishaman. Va 1000 ta obunachiga erishishim bilan qishloqdan menga merimiz tomonidan juda ham ko'p pul berilar ekan, buni o'zi aytdi. Va bitta mashina sovg'a qilaman senga dedi, ya'ni BMW M6 modelidan. Bu mashinani sizlarga ham ko'rsatmoqchiman, shuning uchun tez obuna bo'linglar. Va bizning qishlog'imizda obunachisi kimni ko'p bo'lsa, o'shanga ko'p kattaroq sovg'a berishadi va men o'sha sovg'ani yutib olmoqchiman. Va videoga like bosishni ham unutmanglar, chunki sifatli videolar uchun men harakat qilyapman. Tak, ana endi qishloqi mod tashlaganda o'sha modni Minecraftga qo'shib o'ynab ko'raman. Tak. Okey, va juda ham ajoyib deb qo'shamiz. Endi kirishini kutish kerak, o'yinga juda ham sekin kirar ekan, chunki mod 139 megabayt. Tak, kirdi. Ana endi bitta yangi mir ochamiz va kiramiz. Tak, dunyo yaratilmoqda. Oho, 3 FPS nahotki? Yo'q, bu modni o'chirib tashlaymiz, yo'qsa notebookim portlab ketadi bo'ldi. Всё. Ana endi biroz brat, mabodo siz hozir qanaqadir noqulay joyda turmabsizmi? Yo'q, seni chaqirmoqchi edim, eshigingni ocha olmadim. Nimasi qiyin eshikni ochdim? Mana shunaqa qilasiz, ochiladi, mana qiyin emas-ku. Qarach, ocha olmadim-da, lekin bilmadim, qanaqadir eshigi g'alati ekan, ochilmadi. Yo'q, siz ocholmagansiz, brat, qarang mana. Bitta prosto tak bosasiz, tamom ochilishi kerak. Juda ham oson, yangi, unaqangi zamonaviy murakkab eshik emas. Tushunarli, lekin qarach, gapim bor senga. Qanaqa gap? Xullas, mer seni chaqirdi, bitta gapi bor ekan. Sizni gapingiz bormi, merdimi? Merni gapi bor ekan. Meni gapim senga merni gapi borligini aytish edi. Tushunarli. Demak, hozir men nima qilishim kerak? Qarashda merni yoniga borasan. Bo'ldi, hozir boraman, давайте. Mayli, rahmat brat aytganingiz uchun. Bilmadim mer nima uchun meni chaqirtirganini. Hozir borgandan keyin albatta bilib olamiz. Tak, taqillatamiz. Janob mer, uydamisiz? Tak, assalomu alaykum janob mer. Jo'xa ekanligimi? Qarorchi, juda ham katta muammo sodir bo'ldi. Banditlar bizning qishlog'imizni bosib olmoqchi, lekin ularga sabzi va kartoshkalarni va barcha hosillarni yig'ib bersak, bizga tegishmas ekan. Xullas, bor tezroq yig'ishtir. Sen o'zingga yangi ferma ham qur. Tushunarli. Lekin juda ham g'alati. Qanaqasiga banditlar bizning qishlog'imizda egallab olishi mumkin? Brat, eshitdingizmi nima bo'lganini? Yo'q, nima bo'libdi? Xullas, qishlog'imiz banditlar egallab olmoqchi ekan. Agar ular egallab olsa, juda ham yomon bo'ladi. Ular bizning qishlog'imizni yo'q qilib yuboradi. Shuning uchun hamma fermadagi barcha hosillarni merga yig'ishtirib berishimiz kerak ekan. Bosh yetmay turganda o'zimiz zo'rg'a boqayotgandik. Endi banditlarni ham boqishimiz kerakmi? Bilmadim. Xullas, men borib fermamdagi narsalarni yig'ishtirishim kerak va mer aytishi bo'yicha yangi ferma qurishim kerak ekan. Tak, menimcha hammasiga ulgursam kerak, lekin yana ham bilmadim. Lekin hozircha fermamdagi narsalarni yig'ishtirib olishim kerak. Tak, fermaga tushamiz va fermadagi barcha narsalarni yig'ishtirib olib turib, merga yetib beraman. Mer esa uni banditlarga beradi. Lekin banditlar bu hosillar nima qilishiga men hayronman. Axir bizning qishlog'imizdagi barcha jitellar va hattoki men ham mana shu hosillar orqali kun kechiramiz. Ya'ni bu narsalarni yeymiz yoki boshqa hayvon, ya'ni bizda
chorvachilik mahsulotlari bo'lgan qo'y yoki boshqa hayvonlarga berib ularni yetishtirib biz go'shtini yeymiz. Lekin bundan so'ng bilmadim qanday yashaymiz. Albatta biror gap bo'lar degan umiddaman, lekin ha mayli. Короче, hozir merga yetib beraman hamma hosillarni, lekin qaytarib joyiga ekib chiqish kerak, chunki agar qaytarib ekmasam keyingi hosillarni ola olmayman. Lekin menda hozir urug'lar menimcha yo'q. Yangi ferma qur dedi menga mer. Avval bu hosillarni yetib merga topshiraman va yangi ferma qurishni boshlayman. Tak, sabzilarni hammasini ekib olishim kerak. Bugun hosil juda ham kam. Bilmasam bir stak ortiqcha sabzi qolardi, lekin bir stak ortiqcha qolmadi. Mayli, hozircha mer yoniga borib kelishim kerak. Tak, taqillatamiz. Yo, taqillatishim shart emas. Janob mer, men barcha hosillarni olib keldim. Olib kel. Tak, mana hozir sizga hammasini beraman. Tak, mana va mana hamda mana. Bo'ldi, borib yangi ferma qur va ishlaring davom et. Aha, tushunarli, men ketdim. Tak, yangi ferma qurish kerak ekan. Yangi ferma qurish uchun albatta menga daraxt hamda bir nechta yer bo'laklari kerak. Bularni esa albatta hozir o'rmondan chiqib daraxtlar yig'ishtirib kelaman va suv ham kerak. Suvni bilmadim qayerdan olishni. Tak, bir amallab suv topishim kerak, lekin menda temir yo'q. Temir ham topishimiz kerak. Tak, hozircha borib bir nechta daraxt yig'ib kelay, keyin temirni ham biror joydan izlab ko'raman. Lekin juda ham yomon. Banditlarni biz nima uchun yeb ichishiga yordam berishimiz kerak? Ya'ni biz qishlog'imizni shunchaki berib yuborishimiz yo'q, ularni shunchaki haydab yuborishimiz mumkin-ku. Lekin merning buyrug'iga asosan men barcha narsalarni bajarishim kerak, chunki qishloqqa ko'chib kelganimda shartnoma tuzilgan. O'sha shartnomaga ko'ra mer menga nima ish aytsa, men o'sha hamma ishlarni bajarishim kerak va mer evaziga menga pul beradi. Lekin hozircha hech qancha pul bergani yo'q. Agar pul berganda men nimalargadir erishgan bo'lardim. Lekin mer menga bitta shart qo'ygan, ya'ni 1000 ta obunachiga erishsang senga mashina sovg'a qilaman degan. Bu uchun esa albatta sizlar kanalga obuna bo'lishinglar va meni videolarimni oxirigacha kuzatishinglar kerak bo'ladi. Like bosishinglar ham kerak. Tak, yana daraxt olish kerak. Bu yetmaydi aniq. 17 ta bo'lsa juda ham ko'proq olishim kerak. 4 tomoniga tak 9 tadan blok qo'yadigan bo'lsam ham 36 ta bo'lishi kerak. Axir menda 23 ta blok bor. Tak, yana topishim kerak 13 ta. 13 ta mana bu tomondan olaman. Lekin o'rmonimizda ham daraxtlar soni juda ham kam qolyapti. Ekologiyani asrash kerak. Agar ekologiyani asramasak, bizni qishlog'imizda cho'l bo'lib qoladi va короче ekologiya buzilib, kislorod ishlab chiqarish to'xtab qoladi va biz jitellar qirilib ketishiga va men ham qirilib ketishim mumkin bo'ladi. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tak, mana shu oxirgi daraxt shuni olsam yetadi. Agar yana daraxt oladigan bo'lsam, aytganimdek, bizning qishlog'imizda juda ham parokandali kunlar boshlanadi. Tak, hozir ferma bilmadim qayerdan qurishni, lekin qaysidir jitel meni fermamga egalik qilishi mumkin. O'shaning uchun chekkaroq joydan qurmoqchiman yoki tak, uyimni mana bu yon tomoni bo'sh, mana shu yerdan qurmoqchiman. Tak, hozircha mana shu yo'lga chiqqudek qilib qursam menimcha yaxshi bo'ladi. Tak, okey. Ammo juda ham katta ferma qurib yuboradigan bo'lsam, bu yerga narsa yetishtirish juda ham qiyin bo'ladi, ya'ni mehnati og'ir bo'ladi. Shuning uchun mana shu kichkinaroq ferma ham yetadi. Tak, ana endi menimcha juda ham ajoyib. Belkurakni olamizda, yer to'plab kelamiz. Xo'sh, yer to'plab kelamiz va bizda urug'lar yetarlicha bor ekish uchun. Bularni men har ehtimolga qarshi deb yig'ishtirib qo'ygandim. Afsuski kun kech bo'ldi va qolgan ishlarni ertaga davom ettiraman. Hozir esa kirib uxlaganim ma'qul. Uxlab turib, keyin ham ishlarni davom ettiraman. Va ertalab bo'lib ketibdi-yu, nima men uxlab yotibman, to'xtanglar. Davayki fermadagi ishlarni davom ettiramiz. Menda mana bunaqangi chelaklar bor, chelaklar kerak bo'ladi albatta. Bu yerga nechta yer ketishini to'g'risini aytsam bilmadim. Shuning uchun mana bu yerdan hozir sanamasdan turib yerlarni shunday olib olaman va o'sha joyga joylashtirib chiqishim kerak bo'ladi. Tak, nima bo'lgan taqdirda ham banditlar bizning qishlog'imiz yo'q qilib yormasa bo'lgani, chunki agar qishlog'imiz yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, biz ko'chada qolib ketamiz va yashashga mutlaqo joyimiz qolmaydi. Bu boshpanamizda, xullas, bu qishloq. Sizlarda ham qishloq bo'lsa agar, sizlar uchun boshpanalik vazifasini albatta bajaradi, chunki qishloq bu uy degani, uy bu vatan degani, vatan bu qishloq degani. Xullas, nimadir ular degani. Tak, bu yerdan bir qator, ikki qator qo'ysam va oxirida bir qator bo'lib qolar ekan. Juda ham g'alati bo'lib qolar ekan. Bir amallab qo'yib yuboraman. Tak, oxirida mana shuna qilamiz. Juda ham ajoyib. Menimcha juda ham chiroyli bo'ldi.
Tak, ana endi suv olib kelish kerak. Qayerdadir. Ha, mana bu yerda kichkinagina ko'lcha bor. Mana shu ko'lchadan suv olib kelaman. Tak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Menimcha yetadi mana shu to'rtta chelakdagi suv. Bitta bu yerdan quyamiz. Tak, bu yerdan bitta quyamiz. Ikkitani olib qo'yamiz paka. Qaytarib yana ikkitani qo'yamiz. Bu yerdan bittani hamda bu yerdan bittani qo'yamiz. Endi to'xtanglar, urug'larni olib chiqishim kerak albatta. Keyin esa yerni bo'shatib turib mana bu narsalarni ekib yuboraman. Chelaklar hozircha menga kerak emas. Shu uchun buni asosiy inventarga va buni ham asosiy inventarga joylashtirib olamiz. Tak, yerni bir chekkasidan mana bunaqa qilib nima desam ekan? Bu nima deyiladi bilmayman, o'z hayronman. Bu narsalarni umuman eshitmaganman. Ya'ni yerni shudgor qilamiz deylik, mayli, shudgor. Lekin shudgor kuz vaqti qilinadi va boshqa narsa degani u. Mayli, farqi yo'q. Bizga nomini farqi yo'q. Muhimi mehnatni vaqtida bajarishimiz kerak. Tak, okey. Endi esa bu yerga sabzi ekamiz. Tak, sabzi qoldi faqat. Tak, bo'ldi. Всё, normal. Endi bu narsa ortiqcha narsalarni olib borib, merga topshirishim kerak va merga aytishim kerakki, men fermani qurib bo'ldim va qolgan jitellardan ham iloji bo'lsa, janob mer, men qolgan narsalarni ham olib keldim. Juda soz, mer menga. Tak, mana bu va mana belkuragim berib yuboribman. Mayli, belkuragim sizga. Короче, shunaqa bo'ldi. Bo'ldi, qolganini ham yetishtir tezroq. Aha, mayli. Давайте men yetishtirishni davom ettiraman. Lekin mayli, belkurak topish muammo emas. Bitta belkurak yasab olaman jim bo'lmasa. Va biz bir amallab banditlarni uylariga haydab olishga harakat qilamiz. Lekin bilmadim qanday haydab yuboramiz. To'xtanglar. To'xtanglar. Menda mana bu narsa bor-ku, mana bu bloklar. Hammasini mana bunaqa blokka aylantiraman. Tak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Tak, 6 ta bo'ldi. Tak, ketadi. Hammasini olib turib rishotka yasaveramiz hammasidan. Tak, hammasidan rishotka yasasak, tak, mana bu nima edi? Короче, mana shu fermamda atrofini o'rab chiqishim kerak, chunki jitellar mana bu hosilni agar oladigan bo'lsa, biz banditlarga berishimiz uchun hosil qolmaydi. Muhimi biz qishloqda tinch yashashimiz kerak. Agar notinch bo'ladigan bo'lsak, juda ham ahvolimiz og'ir bo'ladi. Muhimi mana bu narsa yetsa bo'lgani va 3 ta. Ko'ryapsizlarmi? 0 Vashshe omadni biri bo'ldi. Lekin eshik yasash kerak bu yerga. Eshik ham yasaymiz. Eshik ham muammo bo'lmaydi. Mana bu yerda yasalardi. Tak, bizda hozir yog'och muammo. Yog'och menda sandiqda bor edi, hammasini olamiz. Va eshik, tak, mana eshik bitta yetadi bizga eshik. Tak, zina ham kerak aytgancha, bitta zina ham olamiz. Lekin 4 ta berib yubordi. Voy, tashlab yuborishga balo bor ekanmi endi? Mana bu narsalarni endi qaytarib joylashtirib chiqishim kerak. Tak, zinani qo'yamiz. Bitta yetadi va buni qo'yamiz. Всё, normal. Tak. Hosillar yechish kerak va biz banditlarni boqishimiz kerak. Короче, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.